o'quvchilarning eng muhim o'rganishi kerak bo'lgan narsa endshpil. Lekin eng qiyini ham endshpilda. Tushunyapsanmi? Eng muhim shuni o'rgansa butun anaqani fundamentini tushunadi. Bittalab tushunib ko'rishing kerak. Kam figura bo'ladi-yu, kam figura bo'lganda doskada odamimiz anaqa siqiladi. Sanagisi kelmaydi. Chunki kam figura bo'lganda endshpilda hamma yurishni hisoblab chiqish kerak bitta-bitta. O'shani hisobiga endshpilni ko'pchilik tashab ketadi. O'rganmaydi naborat. Endshpilni o'rgansa anaqasi, misol uchun birinchi etajda turgan bo'lsak, anaqada zinada 10 ga otadi. Tushunyapsanmi? U birdan progress beradi. Keyin internetda bor, lekin ochib o'qishga juda qiyin. Tushunyapsanmi? Ochiq resurs bu kitob. Misol internetda tekinga topsang bo'ladi. Misol uchun. Lekin ochib o'qishga emas, o'zing o'rganishga qiyinmi shu? Da, kuching yetmaydi. Просто o'zi shaxmat samostoятельно o'rganadigan sport soha emas. Ya'ni qaysidir okey, misol uchun YouTube'dan ko'rib, misol uchun UzChess darslarini ko'rib, o'zi umuman SkyChess darslarini ko'rib, qaysidir vaziyat joyigacha o'rganishing mumkin. Shaxmat misol yurishlarni, figuralarni qo'yishlarni. Sani professional darajaga chiqishing uchun trenersiz imkonsiz. Shunaqa, misol uchun grafik dizaynni, montajni biz anaqa YouTube'dan ustoz topib o'rgansa bo'ladi. Lekin bu yerda imенно mag'zini trener kerak bo'ladi shaxmatda. Bugungi ikkinchi darsimiz bu pravila kvadrata, ya'ni kvadrat qoidasi mavzusini birgalikda sizlar bilan o'rganamiz. Birinchi bo'lib har doimgidek sizlarga savol bilan yuzlanmoqchiman. Aynan pravila kvadrata, ya'ni kvadrat qoidasi mavzusini endshpilning qaysi nuqtasida ishlatamiz? Chunki asosan misol uchun o'rganadigan bilimlarimiz umuman endshpilda bo'ladimi, mittelshpilda bo'ladimi, debyutda bo'ladimi, o'rgandikmi, uni qo'llash nuqtasini bilishimiz kerak. O'shandagina biz o'zimizga biror bir bilimni, o'sha shaxmatga doir bilimlarni singdirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni nazariy jihatdan bilamiz, lekin o'yin payti qo'lla olmasak, bizga umuman o'yin payti kerak bo'lmaydi bunaqa biladigan nazariyamiz. Xo'p, aynan eslab qolinglar, pravila kvadrata, ya'ni kvadrat qoidasi shoh bilan shoh, ya'ni piyodali endshpillarda ko'p uchraydi. Faqatgina o'sha piyodali endshpillarda ishlatamiz. Shu o'rinda yana bir ma'lumot, bizning shaxsiy Telegram kanalimizda professional shaxmatchining ishlash jarayonlari, umuman professional ishlaydigan shaxmatchiga kerak bo'ladigan manbalar, vaziyatlar, umuman kerak bo'ladigan hamma ma'lumotlarni o'zim o'rganib sizlarga o'sha Telegram kanalda berib borishga harakat qilaman. Agarda qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Misol uchun bizda har qanday misol uchun A da turibdi yoki Y2 da turibdi, peshkamiz bor. Uni aynan qaysi nuqtada ishlatamiz? Mana biza tezroq hisoblash uchun raqibni shohi bizani piyodamizga farzinga chiqayotganimizda yetib ola oladimi yoki yo'qmi? Shuni tekshirish uchun kvadrat qoidasini ishlatamiz. Misol uchun korol qoralarniki F4 da turibdi, bizani peshkamiz A4. Mana shuni biza hisoblamoqchimiz. Ya'ni A peshkamiz farzinga chiqa oladimi, yo'qmi? Agarda biza o'yin paytida men buni peshkani bu yerga yuraman, shoh korol yaqinlashadi. Peshkani yana bitta suraman, yana yaqinlashadi. Peshkani A6 ga suraman, yana yaqinlashadi. Agar shu ko'rinishda hisoblaydigan bo'lsak, o'yin paytimiz biza juda ham ko'p vaqt va umuman chalkashliklarga uchrashimiz mumkin. Chunki hisoblashda o'zini har bir hisoblashni qonun qoidasi bor. O'sha strukturalarga, o'sha qoliplarga qo'yib hisoblashimiz bizning miyamizga ham umuman o'yin payti ko'pgina variantlarni ketma-ket tartib bilan hisoblashimizga ham juda ham katta yordam beradi. Shuning uchun mana peshka turibdi. F4 da qora korol. Kvadratani hisoblash uchun diagonal bo'yicha piyodani eng oxirgi nuqtasigacha boramiz va o'sha nuqtadan orqaga qarab piyodani to'g'risiga kelishimiz kerak. Mana shu asnosda umuman xayolimizda mana shunaqa qilib kvadrat
chizib olishimiz kerak bo'ladi. Oddiy narsa, agar bizani piyodamizni o'sha kvadratini ichida raqibni shoxi turgan bo'lsa, bo'ldi, bu peshkaga raqibni shoxi ulguradi. Agarda bizani piyodamizni kvadratida raqibni shoxi o'sha imini aynan kvadratni ichida turmagan bo'lsa, unda bu peshkamiz bemalol farzinga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, tushunarli bo'ldi. Mana shu yerda savol berishim mumkin. Aynan piyodamizni kvadratida turibdi, demak, peshkani kvadratiga shox ulguradimi yoki yo'qmi? Demak, menimcha sizlar ham to'g'ri tushunib turibsizlar. Bu yerda ulguradi, chunki shox bizani piyodamizni kvadratini ichida turibdi. Endi mana shu mavzumizni aynan o'sha 600 окончаний esingizda bor. Mana bu kitob orqali biz o'rganayotgandik. Mana shu vaziyatlar orqali to'liq tushunishga harakat qilamiz. Hop, birinchi pozitsiya Korol A4da, qora korol A6da, peshkamiz C5da, qoralarning peshkasi bo'lsa H6da. Mana shunaqa pozitsiya. Bu pozitsiyada e'tibor berganlaringdek, bizani peshkamizga, ya'ni C5da turgan peshkamizga raqibni qoralarni shoxi yaqin turibdi. Ya'ni agarda o'sha kvadratini hisoblagan taqdirimizda, mana bizani peshkamizni kvadrati ya'ni o'sha kvadratning ichida raqibni shoxi turibdi va unga bemalol yeta oladi. Biz peshkani hech qanaqasiga chiqish imkoniyatimiz yo'q. Lekin biz bu yerda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Har bir o'tgan mavzumiz bir-biriga bog'liq. Ya'ni hozir biz bundan oldingi darsda oppozitsiya mavzusini o'tgandik. Buni o'rganmasdan turib, agar kvadratga o'tadigan bo'lsak, bu yerda pravila kvadratida ham o'sha oppozitsiyadan foydalangan holatda piyodani kvadratiga kirishni ishlatamiz. Ham oppozitsiya mavzusi, ham bu mavzu birgalikda ishlatiladi. Shuning uchun Endshpil darslarini hammasini birinchi bo'lib oppozitsiyadan o'sha ketma-ketligida davom ettirishimiz kerak. Shuning uchun eslatib o'taman, birinchi bo'lib birinchi video, keyin ikkinchi videoni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda qanaqa qilib biz ulguramiz? Agarda shunchaki e'tibor bergan bo'lsanglar, qoralarni piyodasiga biz yeta olmaymiz, oqlarning shoxi, chunki kvadratidan juda ham uzoqda turibdi shoximiz. Va bu kvadratni ichiga kirish imkoniyati yo'q. Lekin biz mana shu proxodnoy piyodamiz va shoximiz yordamida buni imkoniyatini qilishimiz mumkin, amalga oshirishimiz mumkin. Demak, shox B4 agarda qoralar piyodasini H5 ga suradigan bo'lsa, unda biz ham piyodamizni C6 ga yuramiz. Bu yerda ikkita variant bor. Oqlarda qoralarda B6 va piyoda H4. Mana shu ikkita variantni biz oxirigacha hisoblab chiqishimiz kerak bo'ladi. Agarda agardadan boshqadan boshlayman. Bir 2 3. Agarda qoralar korol B6 yurishini amalga oshiradigan bo'lsa, biz yana korolni C6 yurishini amalga oshiramiz. Bu yerda ham yana ikkita yurish bor. Yoki peshkani oladi, yoki piyodani H4 xonasiga qoralar surishi mumkin. Agarda C6 ni uradigan bo'lsak, mana bu hali ham piyodani kvadrati. Biz vaziyatni durang bilan, ya'ni nicha bilan tugatishimiz uchun esa biz shoxni kvadratini, piyodani kvadratini ichiga kirishimiz kerak. O'shandagina piyodani agarda H4 ga suriladigan bo'lsa korol E3, H3
Karol F2, H2 ga Karol J2 yurishlaridan so'ng biz piyodaga ulguramiz. Agarda mana bu vaziyatda Karol B4 H5 C6 yurishimizga qoralar agarda piyodani birdaniga H4 ga yuradigan bo'lsa, yana piyodani kvadrati qisqardi. Eslatib o'taman, har piyoda oldinga yurish qilganida uni kvadrati tobora qisqarib boradi. Endi bu piyodani ichkarisiga, ya'ni kvadratiga kirish imkonsiz, faqatgina o'zimizni piyodamizni farzinga chiqarishga harakat qilishimiz kerak. Shoh C5 peshka H3, shoh D6 peshka H2. Mana shu vaziyatda H2 ga kelganda biz peshkani suramiz. Chunki agarda qoralar piyodasini farzinga chiqadigan bo'lsa, biz ham piyodamizni shoh berib farzinga chiqish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agar qoralar shohni B7 xonasiga yuradigan bo'lsa, shoh D7 yurishidan keyin piyodamiz farzinga chiqadi va vaziyat farzinga farzin durang bilan yakunlanadi. Ya'ni endi ikkinchi vaziyatni birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, ikkinchi vaziyatimiz bu vaziyatni ideya reyti deb ham nomlashadi. Ya'ni aynan tarixda o'tgan kuchli grossmeysterlardan biri Reyti o'ylab topgan g'oyani asosiga qurilgan va buni ichida o'sha kvadrat qoidasi ham ishlatilinadi. Mana shunaqa vaziyat, bu vaziyatda yurish oqlardan oqla boshlab vaziyatni durang bilan yakunlash kerak. Bir qarashda, bir vaziyatga qarashda uni imkoni yo'q deb. Chunki piyoda 4 ta yurishdan keyin farzinga chiqishga juda ham yaqin turibdi. Oqlarni piyodasi C6 dagi esa imkonsiz, piyoda 2 yurishda farzinga chiqish imkoniyati bor, lekin raqibni shohi piyodaga yaqin turibdi. Agarda oqlar piyodani bitta oldinga suradigan bo'lsa, shoh B7 dan keyin piyodani to'xtatamiz va qoralar bemalol piyodasini farzinga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ana endi buni qanday amalga oshiramiz? Oqlarda faqatgina bitta ideya bor, u ham bo'lsa faqat shohni diagonal bo'yicha markaziy E5 xonasiga olib kelishimiz shart. Demak, birinchi yurish shoh G7, bu yurishdan keyin qoralarda ikkita imkoniyat bor. Karol B6 va piyoda H4. Agarda qoralar karolini B6 ga yuradigan bo'lsa, biz karol bilan F6 xonasiga yuramiz va bizani ugrozamiz bu yerda qoralarni mana shu piyodasiga J5 xonasiga yurib, piyodasiga hujum qilmoqchimiz. Agarda misol uchun qoralar piyodani uradigan bo'lsa, karol J5 yurishidan keyin biz ham piyodani yutib olamiz va vaziyat durang bilan yakunlanadi. Lekin agarda F6 yurishimizga piyodani H4 xonasiga yuradigan bo'lsa, biz markaziy E5 xonasiga kelamiz va bizda ikkita yo'l ochiladi. Yoki bizda piyodamizni himoya qilish imkoniyati bor, yokida qoralarni, raqibni piyodasini kvadratiga kirish imkoniyatimiz mavjud. Agarda boyagidek qoralar piyodani uradigan bo'lsa, karol F4 yurishidan keyin peshkani bemalol to'xtata olamiz. Agarda qoralar peshkani H3 ga yuradigan bo'lsak, oqlar shohni D6 ga, H2 C7 va ular farzinga chiqqanda biz ham bemalol farzinga chiqish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, bu yerda umuman har qanday vaziyatda birinchi bo'lib vaziyatni hisoblashdan ham ko'ra biz vaziyatni birinchi bo'lib tushunib olishimiz kerak. Vaziyatni tushunib, biz aniq bir plan tuza oladigan bo'lsak, o'shanda biz variantlarni ketma-ketlikda to'liq sanash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, ikkinchi vaziyatimiz ham sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, ana endi uchinchi vaziyatni birgalikda ko'rib chiqamiz. Uchinchi pozitsiyamiz piyodalar J2 H3, piyoda E3 C2, qoralar piyoda A6 B7, piyoda F7 va J3.
oq shoh Y2da, qora shoh bo'lsa C4 xonasida. Ana endi bu vaziyatda yurish oqlar boshlab kvadrata, ya'ni pravilo kvadrat qoidasi yordamida vaziyatni yutish kerak bo'ladi. Endi vaziyatga baho beradigan bo'lsak, qoralarda ham proxodnoy piyoda bor, oqlarda ham proxodnoy piyoda bor. Agarda shunchaki piyodani oldinga surib ketadigan bo'lsak, unda birinchi bo'lib menimcha bu yerda oqlar bemalol farzinga chiqa oladi, chunki birinchi bo'lib biz oqlarni piyodasi bilan yurishni amalga oshirdik va mana bu diagonal xonasini yopadi. Lekin qoralarda har doimgidek imkoniyat bor. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu kvadratni ichida turibdi shoh. Demak, bu agarda shunchaki peshkani oldinga surib ketadigan bo'lsak, qoralarni, ya'ni raqibni shohi piyodaga ulguradi. Misol uchun H4 karol D5, H5 karol E5, H6 karol F6 yurishidan keyin bo'ldi. Peshkani to'xtatish imkoniyati bor qoralarda. Endi birinchi bo'lib bu yerda biz H4 yurishini amalga oshirishimiz kerak. H4 dan keyin karol D5 yurishini amalga oshirganda endi C4 piyodani surib shoh beramiz. Karol E4. Karol E4 yurishiga bo'lsa, ana endi oqlar C5 yurishini amalga oshiradi. Endi mana shu yerda agarda karolni F5 xonasiga keladigan bo'lsak, unda oqlar karol D3 yurishini amalga oshiradi. Karol J4 yurishiga bo'lsa, karol C4. Ko'rinib turibdiki, oqlarni planni bu yerda karol B4 A5 va B6 xonasiga kelib, piyodani urib, o'sha C5 da turgan piyodani farzinga chiqish. Karol H4, karol B4, karol J4, karol A5, karol F5, karol B6, karol E4, karol B7 dan keyin piyodamiz bemalol farzinga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, sizlar bilan bugun ikkinchi mavzumiz, ya'ni kvadrat qoidasi mavzusini o'rganib chiqdik. Umumiy bittada agar tushuntiradigan bo'lsam, agarda raqibni shohi bizani piyodamizni kvadratini ichida turgan bo'lsa, u piyodaga yetib oladi. Agarda shoh piyodamizni kvadratidan tashqarida turgan bo'lsa, u piyodaga yetib olish imkoniyati yo'q. Shu bilan bugungi ikkinchi mavzumiz sizlar bilan tugadi. Keyingi darsda sizlar bilan endshpilni, ya'ni piyodali endshpilni yuragi bo'lgan mavzuni sizlar bilan birgalikda o'rganamiz.